To'g'risini aytamiz, bu joyga kelishimizdan sabab o'tib ketyaptim shu yerda. Nomi boshqacha tuyuldi. Lekin bu yerda qiziqib kirdim. Shirinlikmi desa, yo'q, ovqatlarimiz ham bor, shirinliklarimiz ham bor deydi. Sizlarga ko'rsatishib, mazasini ko'ramiz. Joyimizda panda gourmet ekan, fishkaligi til ekan, til etdik. Shirinligi o'zligini panda gourmetni shirinligi ekan. Bundan aytdik. Mazasiga oz baho beramiz o'zimiz. Zo'r ekanligi menga yoqdi. Kartoshkalarni ham boshqacha pishirishdi. Maza qilyapti odam. Ham oshdan keyin oshqozon vaqti yengilligini qildi, holatda. Mana yengil ovqatlar bilan bu yerda iftorli, saharli joylar atmosferasi menga yoqdi. Uydagilar bilan kelsanglar maza qilib o'tirasiz. Uyutni qilib qo'yishdi. Kelinglar o'zinglar ham mazasiga baho beringlar. Yegan ovqatimizga aytaman, men yoqqanini yoqdi deyman, yoqmaganini yoqmadi. Bu degani o'sha restoran hamma ovqat yomon yoki hamma ovqat zo'r degani emas. Hammaning tabi har xil. Men mana shu ovqat menga yoqdi. Sizlarga ham tavsiya qilaman, kelib yeb ko'ringlar, mazasiga o'zinglar ham baho beringlar. Navbat shirinligi keldi endi. O'zini tez-tez qurib bo'lyapti. Lekin ustlariga mana bu suvlarni naqsiz boshqacha ketyapti, lekin uje mazasi boshqacha o'zgaryapti. Yeb ko'ringlar sizlar ham. Lekin bu shirin. Sizlarga iftorlik va saharligi mashqqa kelishlarni bemalol qo'rqmasdan tavsiya qila olaman. Sizga bo'lsa yoqimli ishtaha, kelinglar, mazasiga baho beringlar, like, podpiskani ayamanglar. Aniqlakasi Telegram kanalida. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.